Ochig'ini, dangalini, anjanlisini, anjanchasiga gapiring. Nima holat bo'ldi? Keldingiz mana samolyotda kirdi chiqdi xizmatiga, to'g'rimi? Kimdan bilet oldingiz? Sizdan. Qiyinchiliklar bo'lmadimi aka? Xudo yaxshi, hammasi yaxshi, o'z asosida bo'lib chiqdi. Sizga savolda aka, nima sababdan samolyotga kelishni tanladingiz? Mashinada kelsangiz ham bo'lardi-ku. Просто men kuniga yetkazib beraman, xolos. Shunisidan. Ham kuniga yetkazasiz, hamma kelayotganingizda har bitta ichki ishlar xodimlari to'xtatsa ham u tomondan ham keyin yeb ichish degan narsa bor. Ularni bunday hisoblasangiz, undan samolyotda bir kunda kelsangiz foyda bo'lyapti sizga, to'g'rimi? To'g'ri. Ishonarlimikan aka? Hammasi ishonarli, xudo. Chegarada navbatlar qanaqa ekan aka? Navbatlar yo'q. 15 minutda kirdik, yana 15 minutda qaytdik, o'xshi yarim soatda hammamiz ishimiz bitdi. Aka, ishonch uchun rahmat avvalambor. Agarda sizlar ham O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston fuqarosi bo'lishingizdan qat'iy nazar, bor yo'g'i bir kunda kirdi chiqdi xizmatidan foydalansangiz bo'ladi. Buning uchun +7 kodi bilan 921 762 25 00 raqamlariga WhatsApp tarmoqlari orqali murojaat qilishingiz mumkin.